Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolisa yana bir darvozamizni o'z obyektiga olib keldik. O'tgan safar bu tomonda qo'shnilarnikiga qo'ydik. Endi yondagi qo'shnilar telefon qilishdi. Xudo xolisa bu joyga ham darvozamizni ustanovkasini boshladik. Qisqacha bo'lsa ham videosini qilib beramiz va oxirida albatta to'liq ma'lumotini beramiz, xudo xolisa. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolisa yana bir darvozamizni o'z manziliga olib kelib o'rnatdik. Qisqacha bo'lsa ham o'rnatish jarayonlaridan lavha qildik. Endi darvozamiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. O'sha darvozamiz o'sha eski Haqlobod deydi, eski Haqlobodga olib kelib, Tulkobod degan joyga olib keldik. Darvozamiz işte shtampovka pechat darvozamizni o'sha full varianti desa bo'laveradi. Darvozamiz yondorlariga 8 ga 6 1,5 stenka, taglarimiz shivellarda 6 ga to'rlarimiz 1,3 stenkada bo'lgan. Darvozaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ponni vibraga o'tirgan. Kecha ham bir kishi bilan telefonlashdim. Nimaga vibrali bo'lsa 650 ming so'm kvadrati, bez vibra bo'lsa 600 ming so'm degan savollarga shu joyda javob berib ketaman. Mana darvoza vibraga bo'ladigan bo'lsa, двойной mehnat ketadi. Ponni salkam shumka bo'lib chiqadi. Ponni vibraga o'tirgan darvoza. Hamma joyda ponni vibrali holatda bo'lgan. Agar shu vibra bo'lmasdan profilni o'ziga bosadigan bo'lsak, bez vibra holatda bo'ladi. Bu vibrali holatda bo'lgan. Soplarga mana ko'rishingiz mumkin, soplarni qo'yib, ponni bu joylarni ham nerjivenka qilib berganmiz. Toki tagdagi shikalatlar ham hammasi 1,3 ta aylagan, ponni hamma joydan bir xilda qilib, chiroyli qilib berganmiz. Tepa qismini o'sha 25 arka joylarini skvoznoy qilib, lazerda o'ydirib, xudo xolisa chiroyli qilib berganmiz. Xo'p, zamoklarimiz turetskiy zamok. Turetskiy zamokdan qo'yib berganmiz. Darvozamizning orqa tomonlarini bir qator ko'rishimiz mumkin. Xo'p, shtampovka pechat darvozamiz orqa tomonlar shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Orqa ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Agar двойной bo'ladigan bo'lsa, orqasini pont ashibga qilamiz. Orqadagi bu qo'rg'olar ko'rinmaydi. Lekin darvoza bir qavatli holatda shu ko'rinishda bo'ladi darvozamiz. Ko'rishlari mumkin. O'ta go'zal holatda chiqqan. Orqasiga ham o'sha mokri, oldiga qanaqa kraska ishlatgan bo'lsak, orqasiga ham shunaqa devo kraska ishlatib, mayin qilib germatekslarni sepib, matviy holatda bo'lgan. Oldi ham laklari matviy bo'lgan. Darvozamiz orqa ko'rinishi shu holatda bo'ladi, pechat darvozalarimiz. Xo'p, do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Oldi mana shu holatda ko'rinishda matviy qilib laklarni sepganmiz. Glansiy desangiz, glansiy qilib beramiz. Uni klient talabiga qarab ana qilaveramiz. Darvozamiz har xil variantda chiqadi. Misol uchun shu darvoza mana shu ko'rinishda nerjivenkalar bo'lmaydigan bo'lsa, eng arzon varianti 500 ming so'mdan ham bor. 500 ming so'mdan. Xo'p, 600 ming so'mdan ham bor. Bez vibra holatda mana shu material ishlaydi. Agar misol uchun mana qo'rg'alarni yoki bo'lmasa ponni 2 qavat deydigan bo'lsalar, kvadratga 100 ming, 200 ming raznica qiladi, lekin full variantda chiqarsa ham bo'laveradi, xudo xolisa. Shu darvozamiz shu joyga Hop, kvadrati 700 ming so'mdan kelib o'rnadi darvozamiz. 1 kvadrat metr 700 ming so'mdan kelib o'rnadi. Ponni vibrali, hamma o'sha qalinda bo'ldi, xudo xolisa. Talabga javob beradigan darajada qildik. Hop, bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidegapa qishlog'ida joylashgan. Ishxonani o'ziga borib zakaz beraman desangiz, lakasi tashlab beramiz. Kelib shu joyda o'zida ham zakaz berishlaringiz mumkin. Yo'q bo'lmasa kataloglarni tashlasa, Telegram, WhatsApp, imo barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Tanlasalaring o'z lakasi tashlab berasizlar, borib o'zimiz o'lchamlarni olamiz. Dastavka ustanovkaga keladigan bo'lsak, borib o'lchash, olib borib o'rnatib berish hammasi besplatni. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Boshqa viloyatlarga albatta kelishuv asosida dastavka. Lekin o'lchab olish, boshqa qilish besplatni, xudo xolisa. Olib borib ustanovkasiga o'sha boshqa viloyatlarga kelishuv asosida. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, darvozamiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib qo'yinglar. Doim bizni kuzatib borishlaringiz uchun podpiska tugmachasini bosib qo'ysalaring, har kuni har xil darvoza o'rnatamiz. Imkon darajasida video joylab boramiz. Qaysidir darvoza yoqib qoladigan bo'lsa, aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.